Assalomu alaykum. Queue'lar haqida gaplashishamiz. Queue emas, FIFO'lar haqida. Ana queue'larga ham yarmidan keyin o'tamiz, chunki queue shuni ustiga bizga kerak narsani qilib beradi. Xo'p, first in, first out. Bundan oldingisi first in, last out haqida gaplashgandik. Ya'ni uje nima desa bo'ladi, wrapperga o'xshab kirib ketaveradigan narsa. Endi bunisi uje hayotdagi o'sha first in, first out hayotdagi o'chirtlar bilan bir xil. Ya'ni o'chirtga turasiz va siz birinchi turdingizmi, siz birinchi olasiz. Shunaqa narsa. Bu bizda qachon ishlaydi bu texnika deydigan bo'lsak, hop men bir rasmni ko'radigan bo'lsak, bu baraka topsin, zo'r odam chizib qo'yibdi, zo'r chizib qo'yibdi. Zo'r chizib qo'yibdi, yaxshi odam. Nima, shunaqa oddiy aytaylik, g'ishma korobka ham shunaqa birma ketini taxlanaveradi va o'chirt bo'yicha ko'taradi. Xuddi odamlar ham o'chirtib turgandek, ya'ni kim birinchi kelgan bo'lsa, DQ ga ketaveradi. Birinchi NQ, keyin DQ. Birma ketili ta'minlab beradi. Bu qachon kerak? Bu zo'r narsaki, bu misol uchun aytaylik, sizda internet magazin bor. Internet magazindan keltiraveraman-da, ko'pga eslab bo'ladi. Xo'p, internet magazin bor, ikkita odam order qilyapti-da. Orasida millisoniyalar farq bor. Agar bekendga keladigan bo'lsa, tasavvur qiling, ikkita odam sraz bosdi. Orasida millisoniyalar farq bor-ku, lekin keldida serverga ular srazi o'chirtga yozilmasdan, srazi server o'zida primoy serverga yozib yuboryapti. Va birinchi user o'zi olib bo'lgan, birinchi bosgan nechadir millisoniya, lekin birinchi userni ma'lumotini обработка qilib turganda server hali bu yoqdagi database o'zgartirmaganda, lekin kelgan tekshirgan database u order qilinmagan, ya'ni bitta produkt qo'ygan, o'sha produkt bor va okey deb turib, ya'ni databasega o'zgartirib turgan vaqtda narigi klient millisoniyalarning ichida u ham bosgan, u ham kirib kelganda hali bu yoqdagi narsa hali o'zgarmagan, ya'niki databasega hali o'sha minus bitta qilinmagan, 0 ta qoldi deyilmaganda, uspet qilmayapti, lekin bu yoq ham kirib kelib bo'lgan. Bu yoq kirib kelib qoldi. Bu yoqda ham o'tkazib yubordida, bu yoq yozdi, 0 taga o'tkazdi. Bu yoq ham ichkarida soni bittaligini olgan-ku, hali bu yoq bittaligini o'zgartirmaganda. Ana shunda bu yoqda yana bitta qilib turib, bu ham 0 ga o'zgartiradi. Natijada bitta tovar 2 kishiga sotilib ketadi. Va bu juda katta minuslarni kelib chiqaradi, ishonchsizlik, biznesga zarar va shularni nimasini olish uchun queue ga qo'yiladi. Ya'ni queue ga kirib kelgandan keyin birinchi zakaz, ya'ni birinchi order qilib bo'lingandan keyin, hamma ishlar databasega yozishlar tugagandan keyin o'sha klientni boshqa klientning ma'lumoti ishlanadi. Bu yerda ikkitasi teng kelgan taqdirda ham queue ga qo'shiladi, queue'da o'sha navbat bilan oladi. Shunaqa. Ya'ni oldinroq olib qo'yib, ya'ni teng olib qo'yish imkoni bo'lmasligi uchun bu yerda bizga mana shu joyda ko'rib ketamiz. Apache Kafka degan tool bor. Bu ham queue bo'yicha bajariladi. Ya'ni nima qiladi? Order, internet magazin, aytaylik biznes uchun, любой narsa uchun klient juda ham muhim. O'zagi klient, pul klient, oylik ham klient hisobiga chiqadi, boshqa. Shuning uchun klientni yo'qotmaslik birinchi ustuvor vazifa va shuning uchun Kafka ishlatiladi yoki bu yoqda RabbitMQ bor. Ko'pchilik misol uchun RabbitMQ ham ishlatadi. Mana shunaqa RabbitMQ ni ko'proq Node.js ishlatilib turganda ko'proq ishlatishgan. No, bilmadim, farqi yo'q bo'lsa kerak qaysi tilda. Shunaqa bu ana shu narsani birma ketinligini ta'minlab beradi. Ikkita odam teng order qilib qo'ymaydi va eng yaxshisi, misol uchun server o'chib qolgan paytda bu queue'lar ushlab turadi shu narsani. Ya'ni aytaylik, qanaqadir error chiqib qoldi, order qilishda qanaqadir muammo chiqib qoldi, order servis ishlamay qoldi. Nima qilish kerak? Klientni yo'qotish kerakmi? Yo'q. Klientni, ya'ni klientni ozginaga nima desa bo'ladi? Ana shu queue'ga qo'yib qo'yish kerak bo'ladi. Orderni server o'zi ishlagandan keyin yana requestlarni, ya'ni orderlarni serverga yozishni boshlaydi. Shunaqa toollar bor, texnически olganda. Menimcha umumiy tushuntirib oldim shekilli. Navoda savollar bo'lsa, feedbacklar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin. Rahmat, salomat bo'linglar.